Birgina beparvolik ortidan qayta tiklab bo'lmaydigan yo'qotishlar yuz beradi. Ayniqsa, yo'llarda harakatlanish vaqtida qoidalarga amal qilmaslik inson taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan navbatdagi yo'l transport hodisasi ham og'ir oqibat bilan yakun topdi. Hodisa Jarqo'rg'on Angor avtomobil yo'lida yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Lada Vesta boshqaruvida bo'lgan 45 yoshli fuqaro harakat davomida yo'l xavfsizligi talablariga rioya qilmagan va yo'lni kesib o'tayotgan voyaga yetmagan bolani urib yuborgan. Olingan tan jarohatlari sababli bola hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan ish sud tartibida ko'rib chiqilib, jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudi tomonidan tegishli hukm chiqarilgan. Ushbu holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudining ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudning hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi va unga nisbatan ushbu modda bilan 2 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish va 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni manzil koloniyalarida o'tattirish belgilandi. Shuningdek, unga nisbatan dastlabki tergov organi tomonidan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi aslicha qoldirildi. Mas'ullar yo'l harakati davomida haydovchilardan hushyorlik va mas'uliyatni kuchaytirishni so'ramoqda. Shu bilan birga ota-onalar ham farzandlarining yo'llarda harakatlanishida nazoratni kuchaytirishi lozimligi ta'kidlandi.